Boylari ko'rib turibsizlar o'zlarining. Uzunligi ham uzun. Salkam 1 metrga yaqin chiqaveradi. Boylari 90 ga asli. Hatto mashinasidan jonivor, go'zalidan bir dona keldi o'zi obunachilar. O'ta go'zal variantidan bir dona o'zi. Faqat zotga. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Va mana bunda toza zotlik ikkizak ona bola ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga qo'ylarni tozasidan olib kelganmiz. Xudo xolasa, ularni qo'ldan kelgancha video obzor qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga yangilar like bosib, obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa bularning narxlari hamma yo'g'ini qo'ldan kelgancha obzor qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Xo'p akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'zimizning qo'rada qo'y fermamizga kelgan qo'ylarni video obzor qilyapmiz. O'zimizning qo'raga yetib kelgan qo'ylar. Xo'p akalar, bugungi videomizga bir dona ikkizak o'ta zo'ridan birinchi partiyaga 3 partiya qo'yimiz bor. Bo'lib olib chiqamiz. Mana qo'yni qarang akalar. Qo'ra yeyotchi ham. O'ta tiniq yuzlari ham. Yag'ashdi ham yo'radi. Quloqlari butun asosiysi. Qo'y o'ta kelishgan. Yo'llar o'ta katta jonivor. Xo'p, bollari biri qo'chqor, biri sovliq. Bollari ham o'ta zo'r, qo'yib qo'ygan bollari ham. Bollarining ham quloqlari butun. Zo'r edel boyzotdan. Zo'r toza jonivorlardi. Xo'p, akalar, buni kelganiga 2 kun bo'ldi. Yebishlari o'ta joyida cho'tki. Yebishlarga bir haftagacha garantiyasi bor, o'ylanmasdan. Yoshiga keladigan bo'lsak, tishni ham tosh qo'yingchi. Yoshadi. Tutdi, olti o'tyapti. Ikkinchi bolalar. Mana akalar, xo'p. Ikkinchisiga ikkita tuqqan. Endi 4-dan 6-ga chiqaryapti ekan. Mana bu yonidagi ikkinchi bolalar ekan akalar. Xo'p. Ikkinchi bolalar mana bular. Biri qo'chqor, biri so'g'i mana. Quloqlari butun. O'ta kelishgan narsa, dumbalar ham kelishgan. O'ziga yarasha qo'z bu shunchalik. Xo'p, bolalarining yoshlari 2-3 oylik atrofida bo'lsa kerak. Bolalarni qarang, jonivorlar. Mana akalar. Xo'p, onasi sal og'riqroq to'g'ri, lekin ikkita qo'y boqqan. Yelinda sutlari ham bor hali mana. Jonivor, dumba ham mana. Badallari bo'sh yotibdi. Semirishga tayyor holatda. Bo'ylarini 80 ga o'raslar. 80 minus chiqmaydi, 80 plus chiqsa chiqadiki, lekin minus chiqmaydi. Xo'p, akalar, buni videoni qisqa qilib narxiga keladigan bo'lsak, narxlarni arzon qilib dollarda emas, so'mda 7.500.000 so'm bo'lsa, dastavkalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'ylanmasdan aloqaga chiqarasizlar, 24 soat aloqadamiz. Xo'p, akalar, bu birinchi partiyaga ikkizagimiz. Biz endi ikkinchi partiyaga ham inovalarni zo'ri bor, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana akalar, ikkinchi partiyaga noyob variant ona bilan jonivor, bolasini qarang uzunligini. Noyob variant, oppoqdan boqaman deganlar uchun. Mana bu yuzini bityapti buni akalar, mana qo'ydi qarang. Jonivor bolasi bilan bir xil. Qarang. O'rcha farqi yo'q. Onasi ham o'ta katta ana. Zo'roqdan ko'rsatamiz. Qo'ydi o'ta zo'ridan. Yonidagi ikkinchi bolasi. Endi ikkisidan 4-chisiga tish chiqaryapti. Bolasi sog'liq. Bolasini qarang, o'ta kelishgandan. Noyob variantidan. Jonivor. Ona bola bir xil, oppoqdan boqaman deganlar bormi? Mana keldi. Xo'p, bolasi 3,5 oylik atrofida buni. Bola ham o'ta zo'r, quloqlari butun, shalpon quloqdan. Onasini bo'yi 80 plus ga o'raslar buni ham. Yuzlarini qarang, yuzlari tozasidan. Old tomonlardan ham bir ko'rsatamiz. Jonivor. O'ta kelishgan. Bu ham kelganiga 2 kun bo'ldi. Yebishlari o'ta joyida. Yebishlari garantiyalari bor. Bir haftagacha o'ylanmasdan uylaringga borganda sinab olasizlar. Tishini ham bitta ko'rsatib qo'yingchi buni. Tutdi. Jonivor. Endi 4-ga chiqaryapti. Ona bola bir xil akalar. Bir xildan boqaman deganlar uchun bir dona zakazga keldi. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsak, qo'ydi zo'rini olib keldik deb dollarda aytish kerak yo'q akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlarini 6 million so'mga dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab
O'ylanmasdan aloqa chiqaramiz. 24 soat aloqada. Telefon nomerlari, raqamlarda 6 million so'm dostavkalari O'zbekiston bo'ylab har doimgidek. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaveramiz. Bu bizning ikkinchi partiya qo'yimizda, biz endi uchinchi partiyaga akalar bir dona soat o'ta go'zalidan boshini ko'rsatamiz. Mana akalar, so'nggi partiyaga bir dona sovuq tozasidan so'raganlar uchun qo'ydi. Qarang, bir boshidan boshlab. Tishini ham ochib qo'ying buni. 6 tish. 6 tish. Mana bu qo'ydi, qarang, nima deyapti bu qo'y. Qo'ydi yoqi yoniga borsak, telefonning ekraniga sig'mas ekan jonivor. Jonivor uzunligini mana. Mana bu yungni qarang obunachilar. O'zi tulab ketadiganidan jonivor. Toza hisor, sim junidan. Yuzlari ham o'ta tiniq. Tozasidan boqaman deganlar bormi? Bir dona keldi mana tozasidan. Sovuq so'raganlarga razrezlari joyida. Liylari baquvvat. Stakan tuyog'ida mana. Tuyoqlari o'ta cho'kki jonivor. Qo'ydi qarang jonivor uzunligi o'zi 1 metrdan oshiq shekilli uni. Hozir metr yo'qligiga hop bo'yini enini o'lchab, uzunligini o'lchab hali qilmayapmiz mana. O'zlaring ko'rib olasizlar qo'ydi uzunligini. Bo'yi 90 chiqaradi obunachilar. Qo'ydi bo'yi. Shuni uzoqdan ham ko'rsatamiz. Hop, buni ham kelganiga shu 2 kun bo'ldi. Buni ham yebishlar o'ta joyida. Chotki uylaringga borgandan keyin bir haftadan keyin sinab ko'rasizlar. Bir haftagacha garantiyalari bor yebishiga. Buni yoshlari 6 tish. 6 tish qisir. Shuni toza hisorisidan boqaman deganlarga, tozasidan boqaman deganlarga. Quloq sal kesilgan yana, lekin qo'y o'ta zo'r. Yuzlari ham o'ta tiniq variantidan, oppog'idan. Jonivor. Tozasidan boqaman deganlarga mana bir dona. O'zi sog'lig'i kamdan kam kelyapti mana. Oppog'idan jonivor. Toza simjun. Oyoqlari qarang, o'ta baquvvatdan. O'ta zo'r variantdan bir dona keldi o'zi. Xo'p akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, qo'ydi ko'rib turibsizlar o'zlarining holatini. O'ta mashinasidan keldi bir dona. Xo'p, narxi ham shunga yarasha. Buni narxini $500 bo'lsa, dostavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab buniki ham yetkazib beramiz. Qo'yimiz juda chars. $500 dostavkalar O'zbekiston bo'ylab jonivordi. Obunachilar, bugungi videomizga shular 3 partiya qo'yiladi. Shu tozasidan kelgandek qo'ldan kelgancha video qildik. Videoda qanday xato kamchilik ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videodan like bosib, kanalimizga yangilar obuna bo'lib tursalaring, hali bundan da zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.